Assalomu alaykum. Hurmatli ta'lim tizimi xodimlari. Bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi sifatli bilim berish bilan bir qatorda ochiq va korrupsiyadan xoli boshqaruv tizimini shakllantirishdir. Ayniqsa moliyaviy jarayonlarda shaffoflikni ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Surxondaryo viloyati Maktabgacha maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan so'nggi yillarda ushbu yo'nalishda qator tizimli choralar ko'rildi. Davlat xaridlari butunlay ochiq elektron platformalar orqali amalga oshirilmoqda. Endilikda maktab va bog'chalar uchun zarur bo'lgan mebel, darslik, xo'jalik mollari, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa tovarlar faqat davlat xaridlari portali orqali shaffof tanlov asosida xarid qilinmoqda. Har bir bosqich ommaga ochiq e'lon qilinadi va jamoatchilik nazoratiga taqdim etiladi. Qurilish ta'mirlash ishlarida shaffof tanlov mexanizmlari yo'lga qo'yildi. Maktab va bog'chalarda amalga oshirilayotgan yangi qurilish, rekonstruksiya va joriy ta'mirlash ishlari uchun pudratchi tashkilotlar tender asosida tanlab olinmoqda. Loyihalashdan tortib, ishning yakunigacha bo'lgan barcha jarayonlar raqamlashtirilgan va maxsus monitoring guruhi tomonidan nazorat qilinmoqda. Moliyaviy intizom va hisobdorlik kuchaytirildi. Har bir ta'lim muassasasida moliyaviy hujjatlar yuritilishi, smeta tuzish va xarajatlar rejalashtirish qat'iy tartib asosida olib borilmoqda. Boshqarma tomonidan ichki audit va reja asosida o'rganishlar muntazam o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha muayyan choralar belgilanmoqda. Elektron moliyaviy boshqaruv tizimlari joriy etildi. Byudjet mablag'larining sarflanishi, ta'lim muassasalari tomonidan tuzilayotgan shartnomalar, hisob fakturalar va to'lovlar markazlashtirilgan raqam tizim orqali boshqarilmoqda. Bu esa inson omili aralashuvini kamaytirib, korrupsion holatlarni oldini olishga muhim vosita bo'lmoqda. Jamoatchilik ishtiroki kengaymoqda. Ota-onalar, mahalliy kengash deputatlari, fuqarolik jamiyati vakillari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ochiq muloqotlar tashkil etilib, har bir maktab va bog'chada ochiqlik muhitini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hurmatli hamkasblar, ta'lim tizimida har bir rahbar va xodim moliyaviy tartib-intizom, halollik va qonuniylik mezonlariga sodiq bo'lishi, islohotlarga faol va vijdonan hissa qo'shishi zarur. Korrupsiyaga qarshi kurashish bu faqat nazorat emas, balki axloqiy mas'uliyat va ichki e'tiqod masalasidir. Sizlarni har qanday noqonuniy harakatlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lishga, shaffof va halol faoliyat yuritish orqali sog'lom, adolatli va pokiza ta'lim muhitini birgalikda yaratishga chaqiraman. Korrupsiyaga barham halol ta'limning kafolatidir.